Bitta oila maza qilib yashaydigan, ko'pchilik so'ragan duplex xonadonimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Orientirimiz hamma biladigan zamona to'yxonasining ro'parasida bo'lyapti. Uyimiz 4 qavatli novostroykani birinchi va to'qilni qavatlarida joylashgan. 4 xona 150 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yoqda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizdan to'qilni qavatga tushib ketsa bo'ladi. To'qilni qavatimizni videomiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan koridor hamma xonalarimizga ko'rib turganingizdek faqat koridor orqali kiriladi. Uyimiz avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Hamma xonalarimizda shunaqa sifatli eshiklar va sifatli romlarni ko'rishinglar mumkin. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Texnikalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda gaz plita, vichka, mo'lka, bu yerda bo'lsa xolodilnik ko'rishingiz mumkin. Lekin bu joyimizda kir mashina uchun mo'ljallangan. Xolodilnik joyi bo'lsa, mana shu mebelimizni eng oxirida joylashgan. Bunaqa kichkina xolodilnik joy egalari tomonidan vaqtinchalik qo'yib qo'yilgan, vaqtinchalik ishlatib turishingiz uchun qilingan. Bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib mana shu shkafimizning ichida bo'lsa, uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan. Iliq polli regulyatorlari ham aynan mana shu joyimizda joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanujullarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizda to'liq iliq pol qilingan. Iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Uyimizda sifatli romlar bilan birgalikda hamma xonalarimizga xavfsizlik panjaralari ham o'rnatilgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglarni ko'rishingiz mumkin. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Koridorimizning o'zida bo'lsa shunaqa chiroyli qilib birala o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Uyimizning hamma mebel texnikalari qoladi. Uyimizdan hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Hamma xonalarimizda shunaqa pardalarni va lyustralarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda общий sanuj-yo'limiz joylashgan. Hozir endi sizlarga to'qilni qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. To'qilni qavatimizning ham o'lchami xuddi birinchi qavatimizning o'lchami bilan bir xil 75 kvadrat metrga 75 kvadrat metr tashkil qiladi. To'qilni qavatimizdan podest tomonga ham chiqib ketsa bo'ladi. Podestdan kirishimiz bilan chap tomonimizda ham shunaqa mebelni ko'rishingiz mumkin. Zinamizdan tagidan unumli foydalanib kladovka qilib olsangiz bo'ladi yoki shkaf yasattirib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa katta zalimiz joylashgan. Egalarini aytishligi bo'yicha mana shu zalimizning o'zi 38 kvadrat metr tashkil qiladi. Juda ham katta zal ekan. Bir burchagiga o'zi italyanskiy mebellar bilan shunaqa divanni zona qilingan ekan. Bu yoq burchagini bo'lsa bemalol stol zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Podvalimiz ham to'liq iliq pol qilingan. Bu yoqda ham общий sanuj joyimiz joylashgan. Bu yoqda ham bitta spalnyamiz joylashgan. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Охраняемая zonada, закрытая territoriyada joylashgan. Novostroykamizning zelenoy zonalari, avtoturargohlari va детская площадкalarini ham ko'rishingiz mumkin. Atrofda bo'lsa частный maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta yo'ldan ikkinchi liniyada joylashgan. Uylarni ustiga дополнительный pul berib, bu uyimizdagi обмен qilib olsanglar ham bo'ladi. Joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Duplex kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.